Solishni hech kimga tavsiya qilmayman. Chunki mana siz bir marta aylantirib qo'yadi. Assalomu alaykum, Sement To'g'risi kanalining hurmatli obunachilari. Hammalarga Allohdan barakali kun tilagan holatda bugungi syomkamiz boshlaymiz. Syomkamizni olishdan asosiy maqsad mana shunaqangi silyoslarni qopga qoplash jarayonidamiz. Shularni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videolar o'tkazmasdan like'lar bostirsangiz o'zlaringizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olasizlar. Va bu videoni pon ijtimoiy tarmoqqa tarqatib qo'yinglar. Silyos bo'lsa mana deyotgan aka-ukalar ko'rib o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlar olishsin. Salafanga silyos qoplash jarayonidamiz mana. Makka olishdagi eng katta xatolardan biri silyos olishda. Mana shunday holatda silyos bo'shim turishi ham chataq turadi. Molga mashina yaxshi yeyolmaydi ham, hazm ham qilolmaydi. Shu ko'ryapsizmi holat. Silyos o'rayotganda ozgina e'tiborli bo'linglar. Agar mana shunaqangi bo'laveradi menga deydigan bo'lsalaring 430 so'mdan shu ekran nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bizda boricha yoritib beriladi mana. Kombaynda 550 ta tishi bo'lsa ham Jaguarga yetmaydi. Qolgan kombaynlar bunday holatga ko'p kelmaydi, ko'ryapsiz. To'nlari pastga qaytib qo'ygan, lekin holat o'ta ham achinarli holat. Bunaqa bo'lib trishinalar qolib ketmasligi, tortish kerak, bosish kerak. Mana bunda shunaqa holat bo'lgan. Bu yaxshi turmaydi, bir tomonga qishib ketib qoladi. Buni bir xilda shunaqa bosing. Qashit chekkasini salafanga taraf oyog'ingizni bosing-da. Mana o'sha bu tomon bor ekan yana, orqaroqda. Bosing. Bosavering, itilib ketmaydi. Ana. Atrofini bir kishi shunaqa qilib aylantirib bosaveradi. Bu bunaqa qilib bosilgan silyosimiz agar harorat quyosh nuridan saqlanadigan bo'lsa, xo'p 15 gradusdan o'tmasa, to'g'ridan to'g'ri quyosh nuri tushmasa, 4-5 yilgacha sifati buzilmagan holatda turaveradi. Uning uchun bizda sharoit endi qorong'i joylarga bosish kerak. Hozirgi holatda buni tepasiga birorta material ham qo'yiladi. Qishda bo'laveradi O'zbekiston sharoitida. Silyos bosishdan asosiy maqsad chorva hayvonlarini yil davomida bir xil ozuqa bilan ta'minlash. Va silyos bosishga ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Kislorod kirmasligini oldini olish kerak. Ko'pchilik aytayapti, misol mana shu holatda qizigandan keyin bosaman, gazi chiqib ketadi deyapti. Bu eng katta xato. Silyosni qiziyotganda bosyapsizmi, uje siz o'sha molga beradigan energiyani qanchadir miqdordan voz kechyapsiz. Lekin silyosingiz sifati ham yaxshi darajada turmaydi. O'shaning uchun imkon darajasida donlik, mayda urilgan Jaguar kombaynda va tezlashtirib qolasiz yarmaga, qolasiz salafanga bosib bukovka qilib qo'ygan yaxshi. Buni qilib bosadiganlarga tavsiya qilinadi. Обязательно shu quyoshning nuri to'g'ridan to'g'ri tushmasligi kerak. Aynitib qo'yadi. Qadrli do'stlar, shu bilan syomkamizni yakunlaymiz. Xudo xolasa 5-dan keyin kimga zarurli bo'lgan bo'lsa, xo'p. Silyos sezonini boshlaymiz. O'zimizni nimada bir 200 gektarga yaqin makka jo'xorilarimiz bor. O'riladi. Holatni ko'ryapsizlar. Mana shu holatda agar silyos olmoqchi bo'lsangiz, bu holat umuman tavsiya qilinmaydi. Qarochi Jaguardan drabilkasi faqat Jaguarga ish beradi xolos. Qolgan kombaynlar endi iloji yo'q, egasi qimmat pul olib qo'ygan uchun ana uyda, mana uyda qilaqa-baqa qilaveradi, eplolmaydi bu Jaguarda. Sog' bo'linglar do'stlar. Qadrli do'stlar, silyoslarni bosib oldik. Xudo xolasa 8 tonna 400 chiqqan silyosimiz 12 ta qopda chiqdi. O'rtacha bir 700 kilodanga bo'ldi har bitta qop. Xo'p, bular endi hozir mana kompressorda nima deydi? Pilisosi tortilyapti. Holati. Qani? Ha, yurgizavering. Ko'rasizlar holatini. Vakuumlash jarayoni. Zo'r holatda vakuumlayapti. Bu mashina holatda turganda, xo'p, agar quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushmasa, aytdik ma'lumotlarni
4 yilgacha o'zini holatini buzmasdan, agar bir narsa zarar yetkazib qo'ymasa, salafani tegizmas. 4 yilgacha turaveradi. Silosi yo'q odamlar bo'lsa, umuman moliga silos bermay birinchi marta boshlayotgan bo'lsa, ma'lumotini aytib ketamiz. Birinchi holatda birdaniga ko'p berib bo'lmaydi, oz-ozdan somon bilan aralashtirgan holatda beriladi. Bu yangi silosda o'zi agar oldingi eski silosingiz tugab birdaniga yangi o'tkazib yuboraman deydigan bo'lsangiz ham shu oldingi eski silos bilan 50 yilga aralashtirgan holatda berish kerak. Siloslar abdona yaxshi, xudo xolasa. Hech qanaqa qizish yo'q. Hamma yo'q yaxshi, bitta aybi mana shu holat juda yaxshi narsa emas. Chunki buni mol hazm qilolmaydi, yaxshi yemaydi, mana ko'ryapsizlar. Orqasidan butun chiqib ketadi. Xudo xolasa, aka qalay bo'ldi silos? Ko'nglingiz to'ldimi, yaxshi ekanmi? Tavsiya qilasizmi odamlarga? Zo'r. Zo'rmi yo haqiqat? Zo'rmi? Bu donlari bunaqa? Donli. Aka birinchi marta bo'lsa biz hozir Rishtondamiz, Rishtonni qayerda edi? Rishtonni. Ha, Rishtondan ekanmiz. Rishtonni o'shalik shunaqa degan joydamiz, xudo xolasa. Mashg'ulot ko'ryapsizlar. Mana mashg'ulotda, xo'p, yorsa 4 metr bo'ladigan, buni O'zbekistonda hamma joydan topsa bo'ladi. Salafonni uzunasi 2,5 metr qilib kesib olib, tagini baylanadi ip bilan. Bir tomonini mana shunaqa qilib tugib chiqib Hocaga bayling. Odamlar foydali bo'ladi-da. Bu akamizcha noziroq ekan, internetga chiqib kelmayapti. Hech ham chiqmagan ekan internet. Qani? Teparoqdan 3-4 marta aylantirib yuboriladi. Siqib. Ana. Ish ko'rsatdi. 1-2 marta aylantirib qo'yiladi mana bunday bayla. Bo'ldi. Bo'ldi, baylab qo'ysa bo'ldi endi. Juda ham qiyin emas, oddiy narsa. Endi xuddi mana shu tugunni silosni o'rtasida qolib ketadigan qilib ichini og'dirib olamiz. Qani? Bo'ldi. Bu o'zimiz shogirdlar silos boshchani bu tomonda isini eplasham aqib qo'ygan ekan, o'zimizdan da qadar tilda aytganda, narigisini o'zim andaqam bo'yicha qilishyapti mana. Bir kishi solib turadi, bir kishi aylantirib, tepasidan tepalab turaveradi. Zo'r qilib xudo xolasa. Bunga o'rtacha hozir bu yerda 8 tonna 400 silosimiz bo'lsa, 700-800 kilo atrofida bitta qopga ketadi. Bu qopni tepaga chiqqungacha to'g'ri. Bunaqasi bekilgungacha baylanaveradi. Bu silosni umuman buni silos olishni hech kimga tavsiya qilmayman. Chunki mana silos o'ta ham sifatsiz holatda o'rilgan. Ko'ryapsizlar, bu qanaqa kombaynda o'rilgan. Bu kiloga olingan 430 so'mdan. Hozirgi sanamiz 2025-yil 29-30 holat. Agar mashgullarda 4 kun 5 kun oyoq-oyoqda zarur bo'lgan bo'lsa, 10 kungacha to'g'ri berilaveradi narxi. 430 so'mdan. Nomerlarni qo'yaman. Kombaynchini bemalol orqaga chiqaverasizlar. Joyida. Lekin bu tavsiya qilinmaydi. 100% misol bu molda salafanda turishi ham net o'tiradi, keyin hazm bo'lish darajasi mol ham buni yaxshi yemaydi. O'ta qattiq bo'lgan mana. Bardek.